Ziyali do'stlarga islomdan tushuncha berishning unumli yo'llari. Savol. Assalomu alaykum. Atrofimda haqiqiy sog'lom e'tiqod bilan yashashning zarur ekanligini his qilishga boshlagan bir qancha ziyali va studentlar bor edi. Ular mendan islom haqida tushuncha berishni so'rashgan edi. Men buni xushallik bilan qabul qilib, ularga tuvandagi tartib bo'yicha dastlabki tushuncha berdim. E'tiqodning zarurligi, islom, musulmon, sog'lom tafakkur va ilm-fan. Lekin bu qarindoshlar tug'ilishidan boshlab oila, atrofdagi muhit, maktab va boshqa o'rinlardagi ateizm, materializm bilan to'yingan turli materiallar dövsi ichida cho'ng bo'lganlik uchun ularning tafakkur usuli shay'larni ko'zitish nuqtasi jihatda butunlay aqliylikka murojaat qiladi. Shunga da'vat jihatda bir qism qiyinchiliklarga yo'liqdim. Bu xil qatlamdagi kishilarga dastlabki tushuncha berishda eng unumli, shundaqla ilmiy bo'lgan usulga muhtojman. Bu jihatda tajriba va mo'l ilmga ega ustozlarning menga yordam qilib bu qarindoshlarni yetaklash jihatda xolis maslahat berishini samimiy o'tinaman. Ishonamanki, bu qarindoshlar haqiqiy islom yo'lida yashashdan iborat ilohiy ne'matga noil bo'la olsa, ular cho'qim nihoyat nurg'un kishilarga ulgu bo'lg'idek sog'lom e'tiqodliq, sab imonliq da'vatchilardan bo'lar edi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar Payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Islomga da'vat qilish eng fazilatli amallarning biridir. Chunki islom da'vati payg'ambarlarning eng asosli vazifasidir. Janobi Alloh musulmonlarni to'g'riga da'vat qilib turishga, yomonlikdan to'sib turishga buyurgan. Buning bilan ummatimizni eng afzal ummat bo'lish sharafiga noil qilgan. Sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Al-Imron surasi 110-oyat. Bir kishining hidoyatiga sabab bo'lish intayin katta ish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybar g'azotida Hazrati Aliga berib ularning maydoniga tushganiga qadar tamkin bo'lgan. Andan ularni islomga da'vat qilgan va ularga islomda vojib bo'lgan Allohning haq huquqini so'zlab bergan. Alloh bilan qasamki, Alloh taolaning sen orqali bir odamni hidoyat qilgani sen uchun sening qizil tugang bo'lganidan yaxshidir degan. Endi islom dinimiz insonning tug'ilishidagi tabiatiga zid bo'lmag'achqa, ilm bilan aqlga taqashmag'achqa, bo'lganmagan insoniy sab tabiat bilan sab aqlga xitob qilganda da'vat unum berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dastlabda islom da'vatini boshlagandimi, Abu Bakr radhiyallohu anhu ga o'xshagan Makkadagi o'z davrining bilimliklari islomni qabul qilganlarning oldin qatoridan o'rin olgan edi. Hozirgi davrda o'qiganlar hamda ziyolilar turli iqlimlarning, ideologiyalarining ta'siriga uchrab yetiladigan bo'lg'achqa, da'vatchining vazifasi bir qadar og'ir va murakkab bo'ladi. Tövanda da'vat qilish uchun bir qancha unumli usullarni tavsiya qilamiz. Birinchi, sevgi, mehr, shafqat. Da'vatchi bularni o'zlashtirib da'vat qilmoqchi bo'lganlarni qarindoshlarcha so'ysa, ularga mehr shafqat bilan muomala qila olsa, ularmi da'vatchini so'ysa, ular tabiiy holda islomni qabul qiladi. Buning uchun da'vatchi oldi bilan da'vat qilmoqchi bo'lgan kishilarning muhabbatini qo'lga keltirishga, ularga samimiy qarindosh bo'lishga tirishchilik ko'rsatishi zarur. Sevgi bo'lmay nafrat hukmronlik qilgan ahvolda bir dova aqliy va ilmiy dalil paketlar keltirilsa-mu ta'sir bo'lmay qoladi. Ikkinchi, aqliy paket va ilmiy dalil. Sog'lom aql paket oldida qanoatlanadi. O'zaro sevgi vujudga chiqmagan ahvollarda-mu ba'zida aql qanoatlanib qolsa, moyillik bo'ladi. Sevgi bilan aqli qanoat birlashib qolsa, natija unumli bo'ladi. Buning uchun boshqalarning aqliy tafakkuriga hurmat qilish, ularni qoyil bo'lg'idek dalil paketlar bilan ta'minlash kerak. Uchinchi, amaliy o'rnak bo'lish. Bu da'vatni o'z amaliyati orqali qilishdan iborat, da'vatchi o'zi yaxshi ulgu bo'lgan ahvolda andin boshqalar qanoat topadi, so'yidi, agishidi. Buning uchun da'vatchi yaxshi ulgu bo'lish uchun butun kuchini chiqarishi, amaliyati so'ziga moslashishi, deganlarini oldi bilan o'zi amalda ko'rsatishi intayin zarur. Shundoq bo'lganda boshqalar uning da'vatini qabul qiladi. Balki bundoq yaxshi ulgu bo'lish ortiqcha aqliy paket, dalil surishti qilmaslikqa sabab bo'ladi. Alloh taolo mundoq degan: "Ey iymon etganlar, sizlar nima uchun o'zingizlar qilmaydigan ishlarni deb yuraysizlar?
O'zinglar qilmaydigan ishlarni deb yurishinglar Allohning dargohida o'ch ko'rildiganlik jihatdan eng ig'irdir. Saf surasi 2-3 oyat. Сөйгü bilan aql qanoat ustiga yaxshi o'rnak qo'shilsa, natija eng unumli bo'ladi. 4. Da'vatchi iymoni sog'lom, ruhiy ma'naviyati boy, butun ishlarda iymon va ixlosning asri ko'rilib turadigan, Allohga haqiqiy tavakkul qiladigan, boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan, farzlarni, nafllarni mukammal qilishga tirishadigan, davomli Allohni zikr qilib, kitobini tilovat qilib turadigan bo'lishi kerak. Chunki da'vatda muvaffaqiyatli bo'lish degan gapdonlik, zuvondarazlik, jamoat so'rinlarida jaronliq nutq so'zlash bilan emas, balki Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Ko'pincha da'vatchilar bu tarafga sal qarag'achqa, tashviqoti quruq tabliğdan iborat bo'lib, unum bermaydi. 5. Da'vatchi kang qursoq, oson ochiqlanib qolmaydigan, turli kishilarning aziyatlariga savarchan bo'lishi, tamaxur bo'lmasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kafirlarning, munofiqlarning, nadonlarning aziyatlariga savr qilgan, afu qilgan. 6. Oldi bilan aqida va tavhid bilan ul silishga ahamiyat berish, andin shariat ahkamlarini ado qilish, bu jihatda eng muhimni oldin o'rinda qo'yish. Bu haqda Allohning barligi, payg'ambarimizning Allohning payg'ambari ekanligi, insoniyatning islom diniga bo'lgan ehtiyoji, islom bilan boshqa din va e'tiqodlarni selishtirish, islomning afzalligini, haqliqni isbotlashga ko'ngil bo'lish lozim. 7. Taat ibodatlarini birga qilish. Birga namoz o'qish, birga iftor qilish, birga tarovih namozi o'qish, taat ibodatlardan huzur his qiladigan, iymonning halovatini tatadigan shaklda to'g'ri ado qilishni o'rgatish. 8. Bilimsiz tabliğchilarning sifatsiz vaz tabliğlaridan, avtori noma'lum sifatsiz tarjima asarlardan foydalanmay, Imom G'azali, Imom Ibnul Qayyimlardek mutafakkur, mo'tabar olimlarning asarlaridan foydalanish, yana hozirgi zamon islom dunyosidagi tonilgan mutafakkurlarning ilmiy asarlarini g'arb allaridagi musulmon yozuvchilarning iymon, islom va madaniyat to'g'risidagi qimmatli asarlardan foydalanish. 9. Asos yoki tarmoq masalalarda quruq jidal, talash tortishlardan yiroq turish, taqvodor, axloqli ahli ilmlarni ziyorat qilib, ular bilan suhbat qilish. 10. Alloh taoladan hidoyat va tavfiq tilab turish. Chunki Allah o'zi hidoyat qilguvchi zotdir. U xohlagan kishini hidoyatga boshlaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 119 numurliq fatvo.